Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan yurtdoshlar va ota-onasining pensiyasi bilan yashayotgan oilalar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 2026 yilda pensiya bekor qilinadimi? Xalqaro valyuta fondi, ya'ni XVF nimani so'radi? Subsidiya degan nimani anglatadi va oddiy pensioner bundan qo'rqish kerakmi yoki yo'qmi? Bu mavzu har bir xonadonga tegishli. Chunki pensiya faqat keksa odamning daromadi emas. Ko'p oilalarda dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat va nevaralarning xarajatlari ham shu pulga bog'liq. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki men bu yerda vahima emas. Aniq tushuntirish va amaliy maslahat beraman. Avval eng muhim savolga javob beraman. Pensiya 2026 yilda butunlay bekor qilinadi degan gapni men to'g'ridan-to'g'ri, noto'g'ri va vahimali talqin deb hisoblayman. Davlat pensiyasi bir kunda bekor bo'lib qoladigan oddiy to'lov emas. Bu fuqarolarning mehnat staji to'langan ijtimoiy soliq, qonuniy huquqlari va davlatning ijtimoiy majburiyatlari bilan bog'liq tizim. Lekin shuni ham yashirmaslik kerak. Pensiya tizimida bosim kuchaymoqda, xarajatlar ortmoqda, byudjetga yuk tushmoqda. Shuning uchun 2026 yil va undan keyingi davrda ayrim qoidalar, hisoblash usullari, imtiyozlar, subsidiyalar yoki moliyalashtirish tartibi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Oldin vaziyat nisbatan oddiyroq edi. Ishlagan odam mehnat daftarchasida staj yig'ardi, pensiya yoshiga yetganda pensiya jamg'armasiga hujjat topshirardi. O'rtacha ish haqi, staj va boshqa ko'rsatkichlar asosida pensiya tayinlanardi. Ko'pchilik odamlar men 25 yil ishladim, demak pensiyam bor deb o'ylardi. Ish beruvchi tomonidan to'lovlar qanday o'tgan? Oylik rasmiy bo'lganmi? Hisobotlar to'g'ri topshirilganmi? Bular ko'p hollarda faqat pensiyaga chiqish paytida ma'lum bo'lardi. Hozir esa raqamlashtirish kuchaymoqda. Davlat organlari ma'lumotlarni elektron bazadan tekshiryapti. Ish staji, rasmiy daromad, soliq to'lovlari, imtiyozli davrlar, bola parvarishi, harbiy xizmat, chet elda ishlagan davr, norasmiy ishlar barchasi alohida ko'riladi. Bu nimani anglatadi? Agar odam haqiqatan ishlagan bo'lsa-yu, hujjatlari tartibda bo'lmasa, ertaga pensiya tayinlashda muammo chiqishi mumkin. Agar ish haqi konvertda berilgan bo'lsa, rasmiy daromad past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya ham kutilgandan kamroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman. Pensiya masalasida eng katta xavf pensiya bekor bo'ladi degan gap emas. Eng katta xavf o'z stajingiz va hujjatlaringizni vaqtida tekshirmaslikdir. Endi XVF haqida gaplashamiz. Xalqaro valyuta fondi mamlakatlarga iqtisodiy tavsiyalar beradi. Ular odatda davlat xarajatlarini, byudjet taqchilligini, subsidiyalarni, energiya narxlarini, ijtimoiy himoya tizimini, pensiya xarajatlarini tahlil qiladi. Subsidiya kamaytirilsin yoki subsidiyalar manzilli bo'lsin degan tavsiyalar ko'p mamlakatlarda beriladi. Bu degani ertadan boshlab hammaning pensiyasi kesiladi degani emas. Subsidiya nima? Oddiy tilda aytsam, davlat biror xarajatni aholiga yengil qilish uchun o'z cho'ntagidan qoplab beradi. Masalan, gaz, elektr, issiqlik, transport, ayrim ijtimoiy to'lovlar yoki ayrim toifadagi fuqarolarga beriladigan yordamlar subsidiya bo'lishi mumkin. Ba'zan pensiya tizimida ham davlat pensiya jamg'armasi yetmagan qismini byudjetdan qoplaydi. Agar jamg'armaga tushum kam, pensionerlar soni ko'p bo'lsa, davlat farqini yopadi. XVF esa odatda shuni so'raydi: xarajatlar barqaror bo'lsin. Yordam hammaga bir xil emas. Haqiqatan muhtojlarga manzilli berilsin. Tizim kelajakda ham ishlasin. Bu yerda nozik masala bor. Bir tomondan byudjetni tartibga solish kerak. Agar xarajatlar hattodan oshsa, inflyatsiya ko'tarilishi, narxlar oshishi, davlat qarzi ko'payishi mumkin. Buning zararini yana oddiy xalq ko'radi. Ikkinchi tomondan pensioner daromadi ko'p hollarda juda cheklangan. Agar yordamlar keskin qisqarsa, ayniqsa dori-darmon oladigan, yolg'iz yashaydigan, kommunal to'lovlari katta bo'lgan odamlar qiynaladi. Shuning uchun har qanday islohot ehtiyotkorlik bilan, bosqichma-bosqich va tushuntirish bilan qilinishi kerak. Birinchi guruh hozir pensiya olayotgan oddiy yoshga doir pensionerlar. Agar sizga pensiya qonuniy tayinlangan, hujjatlaringiz tekshirilgan, har oy pensiya kartangizga tushayotgan bo'lsa, 2026 yilda biridan bekor bo'ladi deb vahimaga tushmang. Amaldagi pensiyani butunlay bekor qilish juda jiddiy huquqiy masala. Lekin siz nimadan ehtiyot bo'lishingiz kerak? Agar siz qo'shimcha imtiyoz, kompensatsiya, subsidiya yoki yordam olayotgan bo'lsangiz, kelajakda ularning shartlari o'zgarishi mumkin. Masalan, kommunal to'lov bo'yicha yordam faqat daromadi past oilalarga berilishi
ayrim imtiyozlar qayta tekshirilishi, yashash manzili va oila tarkibi bo'yicha ma'lumotlar so'ralishi mumkin. Ikkinchi guruh 2026 yilgacha yoki 2026 yildan keyin pensiyaga chiqmoqchi bo'lganlar. Mana sizlar eng ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'lgan guruhsiz. Chunki pensiya tayinlash paytida staj, rasmiy ish haqi, ma'lumot bazasi, ish beruvchining to'lovlari juda muhim bo'ladi. Masalan, Akmal aka 28 yoshda 3 yil ishladim deb o'ylaydi. Lekin 1998-2005 yillarda ishlagan korxonasi yopilgan. Mehnat daftarchasida muhr bor, ammo arxivda buyruqlar topilmayapti. Yana 2010-2016 yillarda ish haqi minimal ko'rsatilgan, qolgan pul qo'lga berilgan. Natijada Akmal aka kutgan pensiya emas, ancha past miqdor chiqishi mumkin. Bu pensiya bekor bo'lgani uchun emas, hujjat va rasmiy daromad muammosi uchun bo'ladi. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, imtiyozli pensiya yoki maxsus toifalarga oid to'lov oluvchilar. Bu yerda har bir holat alohida. Nogironlik bo'yicha tibbiy komissiya xulosalari muddatli yoki muddatsiz nogironlik qayta ko'rik sanasi boquvchisini yo'qotganlikda bolalarning yoshi o'qish shakli. Ikki holati kabi omillar rol o'ynaydi. Bunday to'lovlar ham bekor qilinadi deb umumiy aytish noto'g'ri, lekin nazorat kuchayishi hujjatlarni qayta tasdiqlash, bazalar solishtirishi mumkin. Birinchi misol, Saodat opa 67 yoshda 20 million 200 ming so'm atrofida pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi. Har oy 350 ming so'm dor oladi. Qishda kommunal to'lov oshadi. Agar davlat subsidiya tizimini manzilli qilsa, Saodat opa kabi yolg'iz va daromadi past pensionerlar yordam olishda ustuvor bo'lishi kerak. Lekin buning uchun uning yashash manzili, yolg'iz yashashi, boshqa daromadi yo'qligi, kadastr va mahalla ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi zarur. Agar tizimda u o'g'lining uyida yashaydi deb ko'rsatilgan bo'lsa yoki uning nomida eski avtomobil ro'yxatda qolgan bo'lsa, yordamga ariza berganda muammo chiqishi mumkin. Ikkinchi misol, Rahim aka pensiyada, lekin bozorda mayda savdo qiladi. U ishlasam pensiyamni olib qo'yishadimi deb qo'rqadi. Odatda yoshga doir pensiya olayotgan odamning ishlashi pensiyani avtomatik bekor qilishga sabab bo'lmaydi. Lekin ayrim qo'shimcha nafaqalar yoki manzilli yordamlar daromadga bog'liq bo'lsa, uning qo'shimcha daromadi hisobga olinishi mumkin. Ya'ni pensiya boshqa, ehtiyojmandlik asosidagi yordam boshqa. Ko'pchilik shu ikki tushunchani aralashtirib yuboradi. Uchinchi misol, Dilbar opa 2026 yilda pensiyaga chiqmoqchi. U 20 yil maktabda ishlagan, 8 yil xususiy bog'chada ishlagan, 5 yil uyda bola parvarish qilgan. Uning savoli: menga hammasi stajga kiradimi? Javob: hamma davr avtomatik kiravermaydi. Har bir davrning hujjati kerak. Maktabdagi ish staji mehnat daftarchasi va elektron bazadan ko'rinishi mumkin. Xususiy bog'cha davrida ish beruvchi rasmiy to'lov qilganmi? Shartnoma bo'lganmi? Soliq hisobotlari topshirilganmi? Shuni tekshirish zarur. Bola parvarishi davri bo'yicha esa qonundagi aniq cheklovlar va tartiblar bor. Demak, Dilbar opa hozirdan hujjatlarni jamlamasa, pensiya kuni kelganda yugurib qoladi. 4-misol, Jasur aka chet elda 10 yil ishlagan. U men ham mehnat qildim, bu stajga kiradim deydi. Chet eldagi ish davri bo'yicha davlatlar o'rtasida bitimlar, rasmiy to'lovlar, tasdiqlangan hujjatlar muhim. Agar odam norasmiy ishlagan, hech qayerda qayd etilmagan bo'lsa, uni staj sifatida isbotlash qiyin. Shuning uchun chet elda ishlayotganlar ham shartnoma, ish haqi, soliq, sug'urta hujjatlarini saqlashi kerak. Birinchi nozik jihat, pensiya bilan nafaqa bir xil narsa emas. Pensiya odatda staj va badalga bog'liq. Nafaqa esa ijtimoiy yordam bo'lishi mumkin. Masalan, kam ta'minlangan oilalarga, nogironligi bo'lgan shaxslarga, bolalarga yoki boshqa toifalarga. Agar islohotlarda subsidiyalar qayta ko'riladi, deyilsa bu pensiyaning o'zi emas. Qo'shimcha yordamlar haqida bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun har bir xabarni o'qiganda qaysi to'lov haqida gap ketmoqda deb ajratish kerak. Ikkinchi nozik jihat, pensiya miqdori faqat stajga bog'liq emas. Ko'pchilik mening stajim ko'p, pensiyam ham katta bo'ladi deydi. Lekin rasmiy ish haqi ham juda muhim. Agar 25 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin rasmiy oyligingiz doim eng kam miqdorda ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya ham yuqori chiqmasligi mumkin. Aksincha, staji talab darajasida bo'lgan, rasmiy daromadi yaxshi ko'rsatilgan odamning pensiyasi nisbatan yuqori bo'ladi. Uchinchi nozik jihat. Hujjatlardagi bitta xato ham oylar davomida muammo keltirishi mumkin. Familiyada bitta harf boshqacha yozilgan, tug'ilgan sana mehnat daftarchasida pasportdagidan farq qilgan, korxona nomi o'zgargan, muhr noaniq bosilgan.
buyruq raqami ko'rsatilmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Bu byurokratiya yoqimsiz, lekin tizim pul to'layotgani uchun isbot talab qiladi. 4-chi nozik jihat. Subsidiya manzilli bo'lganda oila tarkibi va mulk masalasi ko'riladi. Masalan, pensionerning pensiyasi kam, lekin uning nomida ikkita uy yoki yangi avtomobil bo'lsa, tizim uni ehtiyojmand deb tan olmasligi mumkin. Ba'zan esa buning teskarisi bo'ladi. Odamning nomida eski, yaroqsiz mulk qolgan bo'ladi. Aslida daromadi yo'q, lekin bazada mulk borligi uchun yordam chiqmaydi. Shuning uchun mulk hujjatlarini ham tartibga keltirish kerak. 5-chi nozik jihat. XUF aytdi, demak shunday bo'ladi degan qarash ham to'g'ri emas. XUF tavsiya beradi, tahlil qiladi, moliyaviy barqarorlik haqida gapiradi. Lekin har bir davlat o'z qonunlari, ijtimoiy vaziyati va siyosiy qarorlariga qarab ish tutadi. Tavsiya bilan qabul qilingan qonun boshqa narsalar. Men sizlarga doim rasmiy qonun, qaror, farmon va pensiya jamg'armasi izohlariga qarang deyman. Endi eng muhim qism. Siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya yoki kelajakdagi pensiya huquqingizni tekshiring. Agar siz pensiyaga yaqin bo'lsangiz, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet bo'lsa, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlarini olib boring. Mening stajim bo'yicha oldindan tekshiruv qilib bering. Qaysi davrlar tasdiqlanmagan deb so'rang. Ikkinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Imkoningiz bo'lsa, My.Hudud.uz orqali, soliq tizimi orqali, pensiya jamg'armasi xizmatlari orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni ko'ring. Agar o'zingiz foydalana olmasangiz, farzandingizdan, nevarangizdan yoki ishonchli odamdan yordam so'rang. Lekin parol va elektron imzoni begona odamga bermang. Hujjat ishida firibgarlar ham ko'p bo'ladi. 3-qadam, ish stajingizdagi bo'shliqlarni aniqlang. Masalan, 1995-1999 yillar bor. 2000-2003 yillar yo'q, keyin yana 2004 yildan ish bor. Mana shu yo'q davr bo'yicha korxona arxivini izlang. Korxona yopilgan bo'lsa, tuman arxiviga murojaat qiling. Arxivdan ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shash buyrug'i, oylik hisoblangan vedomost, lavozim haqidagi ma'lumotnoma so'rang. Ariza yozganda shunday yozish mumkin. Falon yillarda falon korxonada ishlagan davrimni pensiya tayinlash uchun tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman. 4-qadam, familiya va ism o'zgarishlarini tartibga soling. Ayniqsa ayollar turmushga chiqqanda familiya o'zgargan bo'ladi. Mehnat daftarchasida qizlik familiyasi, pasportda erining familiyasi bo'lsa, nikoh guvohnomasi kerak bo'ladi. Agar guvohnoma yo'qolgan bo'lsa, FDYO bo'limidan dublikat oling. Bitta hujjat yetishmasa, butun staj to'xtab qolishi mumkin. 5-qadam, hozir ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiy oylikni talab qiling. Menga qo'lga ko'proq bering. Rasmiy kamroq yozing degan kelishuv bugun qulay ko'rinishi mumkin, lekin ertaga pensiyangizga zarar qiladi. Ish beruvchingizdan mehnat shartnomasi, buyruq, rasmiy ish haqi va soliq to'lovlari to'g'ri yuritilishini so'rang. Agar siz xususiy sektorda ishlasangiz, har oy rasmiy daromad hisoblanayotganini tekshirib boring. 6-qadam, qo'shimcha subsidiyalar va yordamlar uchun hujjatlarni tayyor tuting. Agar siz yolg'iz yashasangiz, mahalladan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar dori-darmon xarajatlaringiz katta bo'lsa, shifokor retseptlari, tashxis, dorixona cheklarini saqlang. Agar kommunal to'lov bo'yicha yordam so'ramoqchi bo'lsangiz, kadastr hujjati, yashash manzili, hisoblagich ma'lumotlari va to'lov kvitantsiyalarini tartibga soling. Manzilli yordamda men qiynalyapman deyishning o'zi yetmaydi. Hujjat bilan ko'rsatish kerak. 7-qadam, har bir og'zaki gapga ishonmang. Telegramda, bozorda, avtobusda 2026 yilda pensiya tugarkan, hammaning pulini kesarkan, XVF shart qo'yibdi degan gaplar tarqaladi. Men sizga maslahat beraman, rasmiy manbani ko'rmasdan qaror qilmang. Pensiya jamg'armasi, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Adliya vazirligi, prezident qarorlari, Oliy Majlis tomonidan qabul qilingan qonunlar asosiy manba bo'lishi kerak. Agar tushunmasangiz, izoh so'rang, mutaxassisga murojaat qiling. 8-qadam. Agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan ish bitmaydi. Pensiya jamg'armasiga ariza yozing, hisob kitobni qayta ko'rib chiqishni so'rang. Arizada qaysi davr hisobga olinmaganini, qaysi hujjatni ilova qilayotganingizni aniq yozing.
Javobni yozma shaklida oling. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Bu yerda hissiyot emas, hujjat va dalil muhim. Men ekspert sifatida vaziyatni shunday ko'raman. 2026 yil atrofida pensiya tizimi bo'yicha gaplar ko'payishi tabiiy. Chunki demografik bosim, byudjet xarajatlari, subsidiyalar, xalqaro tashkilotlar tavsiyalari va ijtimoiy himoya tizimini yangilash masalalari dolzarb bo'lib bormoqda. Lekin pensiya bekor qilinadi degan ibora odamlarni qo'rqitadigan, ko'pincha noto'g'ri talqin qilinadigan gap. Asl xavf boshqa joyda. Kimning hujjati tartibsiz bo'lsa, kim norasmiy ishlagan bo'lsa, kim qo'shimcha yordam shartlarini tushunmasa, kim rasmiy xabarni mish-mishdan ajrata olmasa, o'sha odam ko'proq qiynaladi. Pensionerlar nimadan qo'rqmasligi kerak? Qonuniy tayinlangan pensiya bir zumda yo'q bo'lib ketadi degan vahimadan. Nimadan ehtiyot bo'lish kerak? Imtiyozlar, subsidiyalar, qo'shimcha yordamlar, hujjat tekshiruvlari. Staj tasdiqlanishi, elektron bazadagi xatolar va rasmiy daromad masalasidan. Aynan mana shu narsalar sizning real pulingizga ta'sir qilishi mumkin. Bugun men sizga vahima emas, aniq tushuncha bermoqchi bo'ldim. Pensiya masalasi har bir oilaga tegishli. Bugun ota-onamiz olayotgan pensiya, ertaga o'zimiz oladigan pensiya, farzandlarimiz to'layotgan soliqlar va davlatning ijtimoiy barqarorligi barchasi bir-biriga bog'liq. Shuning uchun men sizdan iltimos qilaman. Hujjatlaringizni hozirdan tekshiring, rasmiy manbalarga qarang, o'zingizga tegishli savolni kechiktirmang. Agar siz hozir pensiya olayotgan bo'lsangiz, kommentariyada yozing. Pensiyangiz yetyaptimi? Kommunal to'lov va dori-darmonga qancha ketadi? Agar pensiyaga chiqishga yaqin bo'lsangiz, qaysi hujjat bo'yicha muammo borligini yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya, subsidiya va ijtimoiy yordam bo'yicha eng muhim yangiliklarni men sizga sodda, tushunarli va hujjatlarga tayangan holda yetkazishda davom etaman.